Buning uchun judayam kerakli hisoblanadi. Ya'ni bizda algoritmlar bo'lsa, machine learning algoritmlarini ular qanday ishlashini tushunishimiz uchun biz asosiy narsalarni, ya'ni matematikadagi asosiy narsalar linear algebra, calculus va statistikadan xabarimiz bo'lishi kerak. Hozir biz birinchi bo'lib linear algebradan boshlaymiz. Vektor. Vektorlar shunchaki raqamlarni list bilan yozilgan deb tushunsak bo'ladi. Ularni sayzi bo'ladi va yo'nalishi bo'ladi. Misol uchun 3 u 4, 1, 2, 3 vektorlarni keltirsak bo'ladi. Demak, bu 3 u 4 vektorlarimizni misol keltirsa bo'ladi. Ular ustida amalni ularni qo'shishimiz mumkin, ayirishimiz mumkin, ko'paytirishimiz mumkin skelar bilan yoki vektorni vektor bilan ko'paytirishimiz mumkin. Misol uchun 2 vektorni 1 u 5 ga qo'shsak, shunchaki 2 bilan 1 qo'shib qo'yamiz. 3, 5 ga 3 qo'shsak 8. Misol ko'radigan bo'lsak, 3, 4 vektor olaylik va 5, 6. Bularni qo'shsak, 3 ga 5 qo'shsak 8, 4 ga 6, 10 bo'ladi. Shu qo'shish amali bo'ladi. Ayirish amali ham bir xil. Row by row olib ketaveramiz. Endi ularni ko'paytirish, ya'ni scalar bilan ko'paytirish yoki vektor bilan ko'paytirish. Misol uchun bizda 12 vektor bor. Endi uni 4 vektor bilan ko'paytirsak, 4 ga 10, 40, 4 ga 12, 48. Shu vektorimiz bo'ladi. Endi vektor bilan vektor bo'lsa, 6, 7, misol 6, 7 va 9, 10 vektor olaylik. Bularni bir-biriga ko'paytirsak, 9 kare 6, 54, 54, 7 kare 10, 70. Ya'ni har birini row by row ko'paytirib chiqaveramiz. Hozircha shu. Va ularni kattaligi, ya'ni har bir vektor kattaligi bor. Uni formulasi ikkita modul bilan olinadi. Va vektor kattaligi shunday qilib yoziladi. Uni formulasi shu vektordagi valuelarni nimasi kvadratini qo'shib chiqqandagi qo'shib chiqib o'zimizdan chiqarganimizga to'g'ri keladi. Misol vektor birda x bilan y valyular bor. Ularni kvadratini olamiz va nimadan chiqarib qo'yamiz? Ildizdan chiqarib qo'yamiz. Bo'lishi. Endi misol uchun bu yerda 3 va 4 keltirilgan. Demak, 3 kvadrati 9 plus 4 kvadrati 16. Buni ildizdan chiqarishimiz kerak. 9 plus 16 25 va ildizdan chiqarsak 5 ga teng. Ko'rsatish mumkinman. Product. Buni ham ko'rib o'tdik. Ya'ni vektorlarni vektorga ko'paytirish. Yana bir marta ko'rsatib berishim mumkin. 5 u 6, 7 u 8 vektorlarimiz bo'lsa, har biriga ko'paytirib chiqamiz. 7 kare 5 35, 8 kare 6 48. Bo'ldi. Shu bo'ladi.
Ha, keyingisi vector projection bo'ladi. Keyingi qismi vector projection. Bizda projection bor, ya'ni scalar projection va vector projection. Hop, o'zi projectionni o'zi nima? Projectionni o'zi bizda A vektor bor va B vektor bor. Misol B vektor bor. Endi B vektorining A vektorga projeksiyoni, ya'ni tepadan panel yoqqanimizda, misol uchun chiroq yonsa, shuni soyasi A vektoriga qanaqa tushadi, shunisini ko'rsatib beradi. Ya'ni mana bu joyga B vektori projection tushadi. Ya'ni soyasi tushadi, shu joyi projection deyiladi. Buni topishni ikkita yo'li bor. Aytib o'tgandek, scalar projection, keyin vector projection bor. Ular bilan bittadan misol ko'rib chiqamiz. Hop, misol uchun bizda deylik R vektor bor. R vektor bor va S vektor bor. Hop, endi R aytaylik, buni ya'ni bu tomonga 3, ya'ni x aksisda 3 va o'zida 0. Demak, 0 esa 2, 4. 3, 4. 3 bo'ladi. X 3, 4. Endi buni scalar projection'dan topadigan bo'lsak, buni formulasi scalarniki s saradan yozaveraylik. R ko'paytirilgan s bo'lingan R ning nimasi kattaligi, ya'ni valyularni kvadratga ko'tarib yuzdan chiqarib qo'yganimiz bo'ladi. Endi demak, topsak, R'ni s ga ko'paytirsak, ya'ni 3, 4, 3, 0. Bularni ko'paytirsak, 9, 4 karra 0, 0. 9, 0. Va bularni ko'paytirganimizdan keyin qo'shib qo'yishimiz kerak. 9 plus 0. 9 ga bo'ladi. Endi demak, tepasi 9 o'zi ekan, pasti ya'ni magnitudi. Kvadrat ko'tarib x'dan chiqarib bu R'niki magnitudi bo'lgani uchun 3 ning kvadrati 9 plus 0 kvadrat 0, 9 o'zi qoladi. Ya'ni bizda 9 o'zi x'dan chiqarilgan 3, ya'ni projectionimiz 3 ekan. Ya'ni S3 S'imiz 3, 4 edi. Ya'ni 3 birlik bu yoqqa, x aksisga, 4 birlik tepaga. Demak, grafikimiz boshqacharoq bo'libdi. Uni boshqatdan chizadigan bo'lsak, 3
0 rimiz endi 3/4. Ya'ni 3/4 shunaqa ko'rinishda ekan. Demak, tusi rning 3/1 to'liq qoplab oladi. Rni 3/1 to'liq qoplab oladi. Ya'ni projection bo'lsa. Shuni topdik. Endi yana bitta turi bor. Scalar. Scalardan boshqasi vector projection. Vector projectionda biz hozir bitta o'sha raqamda topdik. Scalar endi unda vektorda topamiz. Uni formulasi ozgina boshqacharoq. R s'ga ko'paytiramiz va rni r ga ko'paytirib, yana r ga ko'paytirib qo'yamiz. Hozirgi vektorimiz r bilan s bilan yana birlashuvchi 3/4 vektor bilan endi boshdan hisoblab ko'ramiz. Faqat bu safar nima uchun? Vector projection uchun. R bizda 3/0, 3/0. S bizda 3/4, 3/4. Pastida r ga ko'paytirganmiz. 3/0, 0 va r o'zi olib ketibdi. R o'zini ko'paytirganimiz endi r 3/0. Demak, bu bizda bo'ladi. Tepasi 9, 9, 3 ko'paytirish 9, 0 ko'p 0 bo'lib ketadi. 9 o'zi qoladi tepasida. Pastda 3 o'zi qoladi. Boya hisoblagandik buni. Endi 3/0 vektoriga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. 9 taqsim 3, 3 o'zi bo'ladi. Demak, 3 ni 3/0 vektoriga ko'paytirib qo'yamiz. Bu degani 3 karra 3 9, 3 karra 0 0. Demak, 9/0 bizda scalar vector projection bo'ladi. Vector projectionni ham ko'rdik. Endi keyingisi matritsa. Matritsa